Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari, bizning obunachilarimiz va kuzatuvchilar. Ma'lum va mashhur bo'lgan Hazrat Dovud Samarqand viloyati Nurobod tumaniga qarashli bo'lsa kerak, adashmasam. Hazrat Dovuddamiz, xudo xolasa mana 9 ga 3:30 do'konimizni oldi. Kalyonni shisha bo'ladi. Yo'lda olib kelyapti, hozir kech bo'lmasin deb turib, syomka qilyapman. Oldiga novlarini qo'yib berdik. Mana novlari ham hech qachon ko'rinmaydi. Bemalol qo'yish imkoniyati bor. Mana shunaqa do'konlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu Hazrat Dovudga kelgan yurtdoshlarimiz ziyoratgohga mana shu yerdan kelganda o'ng qo'l tarafda 9 ga 3:30 bo'lgan do'konimizga ro'para bo'ladi. Kelib turib bemalol hozir ishga tushgan yo'q, bemalol kelib turib savdo qilishingiz imkoniyati bo'ladi. Sandwich faner tomlari ham juda ham chiroyli. Ikkita akoshka qo'ydik. Oldiga kalyonni shisha bo'ladi. Pasi kafil tiramanda degasi bezbol bo'ldi. Mana shunaqalar do'konlardan kerak bo'ladigan yurtdoshlarimizga ekran pastiga nomerimizni qoldiramiz. 3 oydan 3 yilgacha krediti bor, bemalol aloqa qilingizlar. Hozircha sog' va omon bo'linglar.